Ajoyib do'stlar. Harorat maksimum ko'tarildi. Arenada atmosfera umuman boshqacha. Sportchilar ham ringda. Albatta butun arena yurtdoshlarimiz Рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов 500 граммов. Его профессиональный рекорд 12 боев, 9 побед, 4 из них одержан нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи. Он чемпион лиги хардкор боксинг, чемпион лиги хайп реалити из Узбекистана, Узбек углона, верный сын узбекского народа из Ташкента. Ladies and gentlemen, xonimlar va janoblar, qarshi oling, Timur Ему 30 лет, рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов 300 граммов. Его профессиональный рекорд 1 бой, 1 победа, одержана нокаутом. Он обладатель пояса BMV Лиги Октагон, заслуженный деятель Республики Казахстан, гордый сын казахского народа из Алматы, Казахстан. Приветствуйте! Эркебулан Rekordini ko'rdingiz, bitta jangi bor. Erkebo'lanning bitta jang, bitta g'alaba. Bo'ldi. Keldi markazga ikki sportchi ham. Jang boshlanish arafasida do'stlar. Uzatamiz jarayonni. Mana bu 100-100 kelgan holatda Erkebo'lan biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin bu chalg'ituvchi holat bo'lishi mumkin. Optik illyuziya. Umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Roofbox All Stars promotorlik kompaniyasi kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkebo'lan jeb bilan boshladi chap qo'lda. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Erkebo'lanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Erkebo'lanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bu zarbalar e'tiborga Erkebo'lan. Knockdown holati. Yana bitta bo'ldi. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni ham kuchga kirdi. Afsuski birinchi raundning o'zida g'olib ma'lum bo'lyapti. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3-nuqtaga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan edi, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab ham, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin. Nikulin e'tiroz bildiryapti, lekin bilmadim, foydasiz menimcha. Jang to'xtatildi, Roofboxda qaror o'zgartirilmaydi. To'xtatilishi xatomi, to'g'rimi, lekin qaror o'zgartirilmaydi. Roofboxda jang to'xtatilgandan so'ng bo'ldi. Erkebo'lan To'xtar g'alaba bilan tabriklaymiz. G'alaba bilan tabriklaymiz va
aytaman, endi tili uzun bo'ladi. Tez buni qaysidir boshqa MMAchi yurtdoshimizni yo boksda qaysidir birini to'xtatmasa, degan qochadi. Bunisi ham bor, jangdan qochadi ba'zida. Odilxon, qayerdasan? Kim yoki Shahzod Uzoqovmi? Tabriklaymiz, Erki Bo'lan To'xtar g'alaba bilan nishonlayapti g'alabani. Qozog'istondan juda ko'plab muxlislar kelgan, uni qo'llab-quvvatlash uchun arenadagi muxlislar joylashgan sektorning bir tomoni deyarli to'lig'icha uni qo'llab-quvvatlayapti. Mana Erki Bo'lan borib hurmat ko'rsatdi Nikolinga ham. Albatta biz ham g'alaba bilan tabriklaymiz. Kechaning yakuni mana shunday bo'ldi. Markaziy jang birinchi raunddayoq tugadi va rasmiy qaror e'lon qilinadi. Победитель этого боя, давайте ваши овации, аплодисменты. В этом ярком поединке, которого так все долго ждали, на первой минуте 20 секунде победу нокаутом одержал Erki Bo'lan Erki Bo'lan To'xtar g'alabalar sonini 2 taga yetkazdi. Ikkinchi jang, ikkinchi g'alaba. Bundan oldingi jangda ham To'xtar nokaut bilan zafar quchgan edi va bu safar ham nokaut bilan zafar quchyapti. Тимур, ты видишь, как народ за тебя так сильно болеет, тебя любит Узбекистан. Это же правда, Ташкент? Ваши аплодисменты Тимуру Никулину! Ребята, всем спасибо, кто пришел. Сегодня я вас подвел, извините. Всегда поддержим бойцов. Это спорт. Erki Bo'lan, эти аплодисменты для тебя. Сегодня ты выиграл. Твои эмоции. Как тебе Ташкент? Как тебя встретили здесь, в Узбекистане? Assalomu alaykum, Toshkent. So'zni tinglash kerak. Men Nazirda o'zimni uyda yurgandek sezdim, rahmat. Kelgandan kutib oldi. Mana bola o'yladi. Mana boladan so'ragan negizi. Bo'yni Osmalaga bergan. Сөйткенде кіммен шыққың келеді деген Erki Bo'lan To'xtarмен деді бұл. Бұл мені өзінің историясына жазғысы келді. А мен бұны өзім историяма жазып кеттім. Бұл ойладым, мынау какой-то актер Қазақстаннан келген. Бізде любой адам разлау ұратын білмейді ау деймін. Әне рахмет. Сосын, мынау 3-4 персонаж үшін бүкіл халық туралы ондай ойлауға болмайды. Мысалы, Алишер, мен тренерім, Өзбекстанға бірінші рет келді. Халқы қандай күшті, қандай жылы дейді да. Күтіп алып жатыр, тамақ беріп жатыр. Мен анау 4-5 адам үшін бүкіл халық сондай деп ойладым дейді да. Так что солай ойламаңыздар. Халық өте керемет, мен жақсы көрем, Өзбекстан жақсы көрем, өзбек халқын жақсы көрем. Біз доспыз. О 4-5 адам үшін достықтан айырылмауымыз керек, дос болуымыз керек. Бірге соревноваться етіп, жарысып, даму керекпіз біз. Сондықтан да, давайте, жарысып, дамайық. Сосын, неге? Ерки Bo'lan қайдасың? Дей бересіңдер. Давай, мен де айтайын. Қалай болады деген бұл, мен де сезіп көрейін. Гол қайдасың?
do'stligi haqida Erkibo'lan To'xtar alohida to'xtalib o'tdi. To'g'ri, menga 3-4 odam yezib tashlagan bo'lishi mumkin. Lekin ular bilan butun o'zbek xalqini yomon ko'rib qolmayman deb aytib o'tyapti. Erkibo'lan To'xtar va bir tomonda arenaning bir chetida hozir Shahzod Uzoqov Erkibo'lanning oldiga chiqmoqchi bo'lyapti. Bu gapi bilmadim. Umuman olganda yomon ma'noda gap ham bo'lgani yo'q. Shunchaki aytib, mehmon do'stlikka alohida to'xtaldi, lekin bu hech qanaqa millat yoki davlat o'rtasidagi yomonlik emas. Sportchilar o'rtasidagi mana shunday suhbatlar bo'ladi o'zi, buni yaxshi bilasiz. Va odatda mana shunday oqshomlarda yakunda yuzma-yuz kelishadi sportchilar va ko'ramiz, Shahzod Uzoqov chiqayapti jarayon ringga va mana ketdi face to face. Hozirning o'zida uyushtiriladi. Shunday bo'lishini biroz avval ham taxmin qilgan edik aslida. Menimcha bu hikoya MMA olamida davom etadi. MMA olamida davom etadi. Спасибо за вечер. Boksam ekan, bilmadim. Tashkilotchilar ketish kerak. Qaysi promotor kompaniyasi bilan ketish kerak. Я уже подрался. MMA Я olamida бесплатно bo'lsa не держусь. tushunarli. Зия, Рахмет, за вечер, за сегодняшний. Следующий, если с голодом организуешь, будет прекрасно. Нам не важно, где драться. Нам главное показать людям, что я могу, что он может. Seni kutib, sochlarim oqarib ketdi. Sochimni kestirdim sen uchun. Navbatchang bo'ladi endi. Tashkent, дайте сумму! Mana haqiqiy yakunlandi. Это только спорт. Это только спорт. Всегда между нашими народами оставалась крепкая дружба. Пусть так будет всегда. Это только спорт. Erkibo'lan, эти аплодисменты для тебя. Uchrashdi kecha ham va bugun mana ringda ham uchrashdi. Bu yog'i tashkilotchilar, bu yog'i shartnomalar, bu yog'i kelishuv. Ajoyib. Do'stlar, bo'ldi. Shu pallada reportajni yakunlaymiz. Sport telekanalida bir necha soat davomida Toshkentda bo'lib o'tgan ajoyib professional boks oqshomini kuzatdingiz. Ahil ijodiy jamoamiz bir necha soat davomida siz bilan birga bo'ldi. Janglarni Abror Jo'raqulov sharhlab bordi. Nasib qilsa, keyingi efirlarda uchrashguncha xayr deyman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog', salomat bo'ling.